Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, akalar, opalar, ukalar, bütün eldoshlarimiz. Hammangizga omonlik, sog'lik tilaymiz. Men oldin ham faoliyatimiz to'g'risida chiqishimda barcha narsani asoslantiruvchi hujjatlarni ko'rsatib o'tganman. Bunga to'xtalib o'tishni hojat ham yo'q deb hisoblayman. Biz jamoamiz bilan hamma biladigan karvon o'tar maqolaga amal qilgan holda faoliyatimizni davom ettirmoqchi edik. Ammo lekin qonun doirasi jamoasi, xususan Furqat Ro'zmetov tomonidan bizni Chistalyux Jakusho jamoasini nisbatan yangidan rasmiy ogohlantirishimizdan so'ng bugun 14:30lar chamasida qaytadan rozыгрышchilarda litsenziya ham, ruxsatnoma ham yo'q salohasi ostida internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da bizga nisbatan tuhmat qilgan video murojaati taqdim qilingan. Endilikda biz ushbu tuhmat va izohlarda shaxsan meni va jamoamizni adresiga qilingan haqoratlar yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlariga jamoamiz yuristlari va advokatlari tomonidan shikoyat arizasi kiritishni ma'lum qilamiz azizlar. Holatlarni barchasiga huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zlarini tegishli xulosalarini berishlarini ma'lum qilamiz. Ma'lumot o'rnida ilgari ham bizni faoliyatimiz Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasi tomonidan o'rganilib, hech qanday jinoyat alomatlari aniqlanmaganidan so'ng jinoyat ishini qo'zg'atish, rad qilish qarori chiqarilgan. Bizni faoliyatimiz qimor yoki tavakkalchilikka asoslangan faoliyat emas deb topilgan. Bu hujjatlarni ham tegishli tartibda arizaga ilova qilamiz. Hurmatli bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlar, oddiy qilib aytganda, GIF konkursi bilan qimorni farqina bormagan odam kattaroq hajmdagi rag'batlantiruvchi aksiya bilan qimorni farqina boradi deb o'ylamayman. Biz rahbariyatimiz tomonidan rag'batlantiruvchi aksiyani savdo faoliyatimiz o'z iziga tushib ketgani va mahsulotimizni chet mamlakatlarga eksport shartnomasi qilganimiz sababli vaqtincha to'xtatib turmoqchi edik. Endilikda rag'batlantiruvchi aksiyamizni cheklanmagan muddatga uzaytirishni qaror qildik. Aziz yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Voqealar rivojini keyingi chiqishlarimizda kuzatib boring. Xudo xolasa azizlar, hammasi o'rniga tushadi. Tuhmat qilganlar o'z jazosini oladi. Sog' bo'linglar.